Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qo'llanmamizdan davom etamiz. Ya'ni biz o'tgan darsda jar harflari haqida gapirgandik. Mana endi ularga misollar o'rganamiz. Tamrinun mashq. Ajib anil as'ilatil atiyati. Kelayotgan savollarga javob bering. Aynal kitabu. Kitob qayerda? Demak, biz o'tgan darsimizga o'tgan so'zlardan foydalanib, al kitabu alal maktabi. Kitob parta ustida deb javob yozamiz. Ayna Muhammadun. Muhammad qayerda? Muhammadu fil masalan Muhammadu fil bayti. Muhammad uyda. Fidan keyin o'sha al baytini jar holatda keltiramiz. Ayna sa'atu. Soat qayerda? As-sa'atu ala sariri. Masalan soat qayerda? Karvatning ustida. Ayna Yasir. Yasir qayerda? Yasirun masalan fil hammam. Hammomda. Ayna Aminatu. Omina qayerda? Aminatu fil ghurfati. Omina xonada. Aminatu fil ghurfati. Ana savol bor ekan. Bu yerda men shunaqami degan savol. Aminatu Omina. Omina xonadami? Na'am. Aminatu fil ghurfati. Ha, Omina xonada deb javob beramiz. Ayasirun fil matbaxi. Yosir oshxonadami desa, la, yo'q masalan. Yasirun fil hammam. Yosir hammomda. Mana fil ghurfati. Xonada kim deb savol berdi. Fil ghurfati Aminatu. Xonada Omina bor deymiz. Va man fil hammami. Hammomda kim deb savol berdi. Fil hammami Yasirun. Hammomda Yasir bor deymiz. Mada alal maktabi. O'sha partaning ustida nima bor? Masalan, al kitabu alal maktabi. Partaning ustida kitob bor deymiz. Mada ala sariri. Karvat ustida nima bor deb, masalan, as-sa'atu ala sariri. Soat karvatning ustida deymiz. Demak, iqro vaktub ma'a dobti awakhiril kalimat. So'zlarning oxirlarini aniqlashlik bilan birga o'qing va yozing. Al madrasatu. Maktab. Fil madrasati. Oxirini i qilamiz. Fi i qiladigan so'z. Ya'ni jar harf hisoblanadi. So'zning oxirini jar qiladi, kasra i ga o'zgartiradi. Fil madrasati maktabda. Fil bayti uyda. Al baytu uy. Al ghurfatu xona. Al hammamu hammom. Fil matbaxi oshxonada. Al maktabu parta. Qaranglar, al maktabu deb oxirini u deymiz. Oldida jar harfi bo'lmaganda. Alal maktabi oxirini kasra i qilamiz. Oldida mana jar harf o'tgani uchun. Demak, parta ustida. Alal kursiyi. Stul. O'rindiq ustida. As-sariru karvat. Alal kitabi kitob ustida. Alas suqi fis suqi bozor ichida. Iqro vaktub. Demak, buni keyingi darsda davom ettiramiz. Mana shu yergacha o'qigan bilganlarimizni yozib o'qib mashq qilamiz.